Jo'xa menga berash ichimligingdan. Yo'q, ichimlik sen ichmasliging kerak. Chunki sen ichsang og'zingni og'i yotibdi o'zi. Qara, yana battar oqadi keyin. Mana bu yerda qanday uxlayapsan, e? Uxlayapman. Boshimni urib oldimi? Qanday sig'at seni bo'ying uzuni meni bo'yimdan. Bilmadim men, emaklab kiraman u yoqqa. Mayli, mana ichib ol. Yana havasing ketib, og'zingga suv yoqmasin. Og'zi og'i yotibdi. Qalaysan, oy bratishka. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nima qilib o'tiribsan bu yoqda? Kompyuter o'ynagim kelyapti, lekin puyim yo'q. Mayli, pul topish kerak-da. Pul topish uchun ishlash kerak, obunachilar, ko'ryapsizlarmi? Puling bo'lmasa nima qilasan kam? Borib ota-onasiga aytib bermadim ish qilib, keyin ular kelib meni qilib ketmas. Yotdi, yomon xayolga bormaymiz akalar, opalar, kaloshda hozir nima qilmoqchi edim? Вообще-то zerga o'tiribman, bor-kun bu uyda jitil qalaysan, ishlar yaxshimi? Eshik yopsang bo'lmaydi, farosatsiz sovuq kiradi. Nima? Sovuq kiradi? Ha, nima? Bor, uzoqda o'yna. Sen kirsang, sen sovuqsan, turq sovuqsan, tushunyapsanmi? Men xafa bo'ldim lekin. Xafa bo'lasanmi, arazliksanmi o'zing bilasan, garoch. Hop, hozir o'tirib ikkita Minecraft o'yin degandek o'ynab o'tiraymikan yo do'konga chiqib kelaymikan yo shuncha narsani nima olyapman, nima qilsam ekan, nima qilishni ham bilmayapti odam. Amal olmay yuboraman bitta. Nima qilsam ekan, вообще-то nima qilishni ham odam bilmaydi. Chunki qishloqda ish qolmadi o'sha. Hamma ishni qilib bo'lganman. Вообще zerikarli bor-u. Janob meram ish buyurmay qo'ydi. Balki ish tugab qolgandir qanaqadir. Yoki endi ish buyurar tak. Hozir nima qilishni ham bilmayapman. Rostdan realda. Mana narsalar taxlab qo'y. Qarochi, mana kerak emas narsalar bu yoqqa qo'yib qo'yaman. Qolgan narsalar o'zini joyiga qo'yib qo'yish kerak. Mana fakellarni, fakel emas, bu redstone'li fakel. Buni nimaga bu yoqqa qo'yibman bilmayman. Qarochda hozir janob merning yoniga borayinchi, balki ish bo'lsa ish aytar janob mer. Sen qara, qorong'ida yashayapsan-ku. Menda ikkita ekan, shu bittasini senga berdim, onasini ham seni ehson qilib yubordim. Rahmat Jo'xa, boringga shukr. Rahmat senga ham, seni yo'g'ingga shukr. Qayoqdan ham kelib qolding-a, uyimning orqasini sas tepsam. Nima, men sasiq emasman-ku. Mo'j sasiqdirsan, qarochi, tishingni qo'ydirib olsang bo'lmaydimi? Mayli nechuva. Xo'sh, nima qilsam ekan, ish ham yo'q qishloqda. Bunchalik zerikarli bo'lmagan umuman bor. Sizlarda ham shunaqa bo'lganmi? Umringlarda biror marta zerikkanmisizlar? Yana bittasi kerak emas deng. Uyimda lampochka bor-ku, nima qilaman bu narsani men? Mayli, buni ham olib kelib beraman. Mana qara, ikkita qo'yib bera, ikki tomondan yo'rtadi. Xudoy ola qilgan odam ekansan. Bilaman, bo'pti. Kompyuter o'ynayman, brat qalaysiz, tinchmi? Eshitmadi. Mayli, eshitmasin. Derazasini ochib qo'ysa bo'ladi-ku, eshitardi. Yoki telefon qilib aytaymikan, qalaysiz, brat deb. Keyin javob bermasa-chi, telefonni ko'tarmasa-chi, o'tda nima o'ylayaptimi bu yoqda? Redstone qo'yib berdim, aytgancha esimdan chiqdi. O'shani yorug'ligi-yu. Lekin kechasi o'yindan yorug'lik kirib, meni ham asabimni buzib, uyqumni buzaveradi, bor, realni. Janob mer telefon qilibdi. Allo, eshitaman. Jo'xa, bu yoqqa kel, ish bor senga. Mayli, hozir boraman, janob mer. Tezlash. Mayli, hozir men 36 sekund yetib boraman. Hatto hozir zerikarli hayot tugadi. Ya'ni endi zerikmaslikka qaytamiz deydi-yu. Karoshda akalar hozir zo'r ish buyurdi janob mer. Menga qanday ish buyurganini aytaymi? Hozir borib so'rayman-da qanday ish buyurganini. Bormasdan qanday sizlarga qanday aytishim mumkin? Uyat ko'chada lyublu uyat bor-u. Nima qilsam ekan, bularni yo'q qilib yuborish kerak qayerdadir. Do'g'lar hali ham ketmagan. Farosatsizlar shuni bittan yuvib tashlasang nimadir qilsang bo'lmaydimi? Nima biz senga farroshmizdek biz. Bizlab qolding-ku, anavingga gapirishni o'rgatib qo'yinglar. Xo'p. Nima demoqchisan eding o'zi? Mana u nima edi? Kirlarni yo'qotish kerak, tozalash kerak demoqchi edim. O'zingizlar bilasizlar. Tozalamasanglar tozalama. Ye? Janob mer qani? Tushunmadim. Janob mer hali kelmaganmi deyman, ana o'rmonda edi-yu. Allo, janob mer, qayoqdasiz? Uyimda. Nima qilish kerak edi? Ish buyuraman deganingiz. Qarochi bor, mana o'rmon ishidagi uylardan mebellarni olib kelmoqchi edim. Mayli. U janob mer ham toza asabni buzib. Janob mer, kelmadingizmi uyingizga? Kelib qoldim, uyga men. Politsiyaga haydab bordim. Assalomu alaykum janob mer. Bolachangiz keldimi? Meni bolacham emas u, qo'shni bolasi. Nima meni bolam turyapsanlar? Surlaring hammang bu yoqqa kirib olgansanlar. Janob mer chaqirtirgan ekansiz. Aytdim, o'rmon ichidagi. Buni qara. Salli nima kirib katta xolangga uyimisanlarda? Katta tog'am, janob mer, men tog'am bo'ladi.
jinnimisan men senga qanday tog'a bo'laman? So'r bu yoqdan. Senlar bir-biringga qanday sonlar farosating nima? Ha, so'kib o'rishimga sal qoldi. Sen nima qilib o'tiribsan bu yoqda? Qon bor ekan, yashirib turaman. Mayli. Короче, nima deyotganingiz janob mer? Короче, borasan o'rmondan eski uy bor edi, meni o'g'irlab ketishgan. O'sha ichidagi mebellar yoqib qo'ygan, o'shalar olib kelib borib. Aniqmi? Tiniq olib kelib borib, короче. Mayli, men qonni tozalating, lekin g'alati bo'lib turibdi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yo'limda turma, bosib ketaman. Xo'p, ana endi o'sha narsa olib kelib qoliysan, og'zidan suv oqyapti. Demak, nimagadir havas ketgan. Bilmayman, balki kimdir uni oldida qanaqadir narsa yegandir. Xullas nimadir bo'lganda, kaloshda obunachilar. Hozir borib o'sha mebellarni ko'tarib kelaman. Belimda girjam bor-ku, hamma bir amallab boramiz. Qurolda borish kerak akalar, chunki o'tgan marta bitikda asabni buzardigan odamlar chiqib qo'ygandi. Manyak chiqib qolsa tirs deyman-da, kalochi. Xo'p, ana endi akalar hozir telefonimda cho'tki musiqalar tashlab olganman, lekin eshitmayman, chunki musiqa eshitish yaxshi ish emas. O'chirib tashlayman, qaytarib. Qaraysan, jetel. Zo'rmas. Endi zo'rmasda urdim-da, urganimdan keyin zo'rmasda o'sha. Oy, yo'ldan chiqib ketdim. Deb bu yerda kim teshib qo'ydi? Kimdir teshgandi. Kimdir berkinmachoq o'ynab teshib qo'yganmi bilmayman. Hozir 3 ta blok qo'yib yuboramiz, bu yerda tap tekis bo'ladi. O'sha teshgan odam bor, shunga kelib qaraydi. "Ye, teshigim qani?" deydi. Yopib ketishibdi-yu, obbo, yaramaslar deb meni so'kadim bilmayman. Men bu yerda nimaga bunday qilishgan hayronman bor. G'alati. Men fizika qonunlariga tupurilgan holatdagi narsalar qilib tashishgan bor. Mayli, hozir to'g'rilab olamiz, problema emas. Tak, mana chotki bo'ldi. Men bittani esa qo'ysak bo'larkan, mana shunday qo'yib joyiga qo'yib qo'yaylik, takoy turaman menimcha. Akalar opalar, короче, O'tda. Jalon mers uyingiz dedingiz-ku? O'zing olib bora olmasang kerak deb kelgandim-da. O'zim olib boraman, boravering uyingizga. Mayli, men ketdim, короче. Shunaqa qiling. Menga ishonmagan. Mendan oldin qanday yetib kelganiga men hayronman bor. Taksi bilan kelganmi deyman-da. Ana yerda nimadir ko'rinyapti. Nima ekan? Cho'ta kimdir meni kutib turibdimi deyman-a bu yoqda. Mashinami? O'tda. Rostam mashina. Qana, pushti mashina kim tashib ketdi? Pushti mashinami bu yoqqa? Mayli. Hozir men mebellarni olib ketayin-da, keyin ko'raman mashinani. Balki mashinani olib ketarman. Nima sinmayapti, esim sinib ketdi, bor. Bunaqa mebellar bu yerda tiqilyapti-yu, ha? Bu mebellarni olib surish kerak bu yoqdan. Tamam, teshikni olib qo'yishmagan hali ham. Bu yerda kimdir kelib tushib ketsa, dabdalasi chiqadi, bor. Bo'ldi mana, короче. Ikkinchi qavatda qanaqadir nima bor ekan, ko'rdinglarmi akalar? Qanaqadir mashina bor ekan, ikkinchi qavat emas, uy ustiga to'g'rirog'i. O'shani hozir chiqib turib nimadir qilib olish kerak. Olib olish kerak ham bilmayman. Mashina kerak akalar, mashina qimmatbaho mashinaga o'xshayapti. Realni dahshat mashinaga o'xshayapti u mashina. Hozir olib tushish kerak uni. Qanday olib tushsam ekan? Reja o'ylash kerak hozir. Daraxtdan короче zina yasayam ekan. Xullas daraxt yordamida olib tushib olaman akalar. Ko'rasizlar hozir qanday olib tushishimni. Uchirib olib tushmayman, lekin qanot yasash bilmayman-ku. Qanday uchiraman? Xo'p, bizga taxtalik kerak bo'ladi. Taxtalardan shunday bitta versiya yasab turib, versiyaga kirib turib, bir ikkita narsa yasab olamiz. Ya'ni bir ikkita narsa deganda zinani nazarda tutaveringlar bemalol. No'atak men yarimtali blokdan ham normal yurib tushadi mashina, chunki yarimtali blok o'zi cho'tkida tekis bo'ladi. Qo'lim yari qo'nsin. Mayli, necha voy endi ikki qatorli qilib olamiz. Bitta qo'yib mamlaq qilib ketsak, takoy bo'laman menimcha. Akalar opalar, to'g'ri aytyapmanmi yo qiyshiq aytyapmanmi? Menimcha qiyshiq aytyapman. Keragi yo'q, qo'limga ari ham gapmi. Qanday qattiqroq chaqadigan narsa bor. Shunaqa chaqsin bor-ku, короче. Men bu yerda o'tlarni, ya'ni barglarni, barg chargini yo'qotish kerak, короче. O telefon bilan urmoqchi bo'layapman barglar bor. Men daraxtda ag'darsak o'z barglari ham avtomatik yaqalib ketadi. Gapni qaranglar, bor. Men qaysi shevada gapirayotganimni o'zim ham bilmayman. O'zbekistonda mana sheva bo'lmasa kerak, bor. Men shu 12 ta viloyat shevasini bir-biriga chapishtirib turib, o'zimni shevamni o'ylab topganman, Jo'xa shevasini. Yaqinda Tursun tilini ham ixtiro qilgandim. Esiladami? O'shanda Tursun tilini ixtiro qilganimdan keyin hamma kuldi. Nimaga kulasanlar desam, kulgili ekan deydi. Nimasi kulgili desam, Tursun tili kulgili ekan-da deydi. Bildim Tursun tili kulgili ekan. O'sha kulgili bo'lgani uchun ham ixtiro qilgandim dedim keyin. Mayli dedim, короче. Xo'sh, ana endi mana bu mashina haydi. U otamni ham bobasini, momasini davrdan qolib ketgan mashina-yu bu mashina. Qayoqdan kelib qolgan bu? Mayli, kimdir olib ketgan. O rol o'yin tomonda ekan. Hindistonning mashinasi ekan-da bu. Demak bu o'shaning uchun ham o'yin tomonda ekan buni boshqarish joylari. U pushtik qaysidir ayol kishiga aytdim-ku, bobomning momasini davrdan qolib ketgan deyapman. Momamning mashinasi bo'lganda bu. Ya'ni bobomning momasining mashinasi bo'lgan bu. O'shaning uchun ham pushtirang deb ayol kishi haydaganda bu mashinani. Avaylab haydaylik, qani urib qo'ysak tag'i momam xafa bo'ladi. Bechora momam o'tib ketgan-ku, lekin qanday xafa bo'ladi bilmayman.
Xo'p, mana bu yer buzib ketadi. Endi qilgan ishimizni rasvosini chiqazib ketish kerak. Rasvo qilib ish chiq. Короче, ishni rasvo qilib ketmaylik deyman-da. Ko'ryapsizlarmi? Ko'p gapirgandan keyin shunaqa bo'lib qoladi odam. Ko'p gap eshakka yuk deydi-yu. Yo'q, eshakka yuk emas, ko'p gap odamning o'ziga yuk. Ya'ni qiyin bo'ladi keyin. Boshqa gaplar gapirishga qiynaladi. Bo'ldi garchi. Ostidan odam o'tib qaysi tursa yetadi. Hozir minnamiz bir amallab. Endi buni qanday bilan olib o'tib ketish problema bo'lyapti. Mana bu tomondan aylantirib o'tib ketaymikan, bo'sh joy bor ekan. Mana shu yerdan keluvchi. Barglarni rasvosini chiqazdik. Hech narsa qilmaydi akalar, hech narsa qilmaydi. Tak, asta, oy asta, juda ham astalik bilan haydash kerak. Tak, bu yoqdan asta. Ay, rasvo qilib tashlab hamma yoqda. Shunchalik ham dahshat palakatni Pro Max haydaydigan odam bo'laman men. O'sha bana mashina kirib qoldi. Mana ham yerga kirib qolishim sal qoldi bor. Mana bu yoqlarda mana yer bloklarini yoqib yuborish kerak akalar, chunki xalaqit qiladi-da bular hozir. Mana shu mashina shu yerga tiqilib qoldi shekilli. Daraxtga tiqilib qoldimikan? O'sha zavodi ham bo'lmay qoldi akalar. Nima bo'ldi? Nima qilib qo'ydim bu mashina bilmadim. Birak qildimmi deyman a? O daraxtga bo'ldi, ana daraxtga qisilib qo'ygan ekan. Ana endi yurmasang bor, oqib yuboraman sen. O'z pushti ekansan mashinajon. Zavodi bo'lmayapti. Bo'ldi ana, bo'ldi. Ana endi buni qanday olib o'tamiz bu yerdan? Ha, mana bu tomonda yo'l bor ekan. Chap tomondan haydaymiz, короче. Chap tomonni o'ng tomoniga buramiz keyin, chunki chap tomonga mana shu yoqdan o'tkazib ketsam bo'lar ekan, sig'ar ekan-u. Bo'ldi, zakan haydaymiz. Buramiz bu yoqqa qaratib. Endi kaluvchi akalar shu mashina haydashda sizlar shaxlab berishim shartmi? Ko'ringlar, kaluvchi Yevropani, to'g'rimi? Yo, yurmay turaveraymikan bitta joyda. Bu nima qiziq qolar ekan bilmayman. Kaluvchi asta haydash kerak. Tez haydab borsam palakat bo'lib turib, nimadir bo'lib ketmasin yana. Asta buramiz, asta. Agar qattiqroq bo'lib yorsak dabdala. Bu mashinani endi shaxsiylashtirib olaman albatta. Voy, rasvo qilib yording-ku, hamma yoqda yaramas mashina deb turib, o'zim haydab yana mashinani aybdor qilaman, qaranglar. O'zbekman-da, o'zbeklar shunday. Yo, o'zbeklar yomonlamoqchi emasman, o'zim ham o'zbekman-ku. Endi ayrimmi o'zbeklar demoqchiman. Tak, xo'sh, buni hozir mana buramiz. Bu daraxtni yedim-ku. Ana endi o'zimda ayblanib ko'ryapsan, endi o'zimga keldim-da. Xo'p, ana endi bu yerga parkovka qilib qo'yish kerak buni. Normal parkovka qilib qo'ymasak bo'lmaydi. Yopamiz bu yoqda. Eshigini yopib qo'yish kerak albatta. Xo'p, mana bu daraxtni joyiga qaytarib qo'ymasak, bu daraxt erta fizika qonunlariga tupurib turibdi-yu. Keyin indin bizni qarg'ab yuborishi mumkin. Xo'p, ana endi achchiq tushuni o'chiramiz. O'shda avtomatik ravishda avtomatik o'chib qoldi. Yaxshi bo'ldi, men bilar ekanda o'chirish kelganimda. O'shandan bilib sezib qolib o'chirgan. Akalar bo'ldi, ish tugadi, короче. Endi ko'chaga qaytamiz dedik, uyga qaytamiz. Uyga endi dam olish kerak, mana narsalar olib borib Janomerga berib kelaman. Keyin esa damni mazza qilib olaman. Mazza qilmay ham olsa bo'ladi damni. Prosta mazza qilib olsa mazza bo'ladi. Qishlog'imizda kartoshkalar, ko'chada kartoshka teshib ketish, mana qanday kirib qoldi. Bratan, siz yarmiz qani? Voy, qochay, men navbat degan narsa yo'q. Bolalaring bilan kelib olgansanlar. Nima bo'lyapti Janomer bu yerda? Mana ular bizni ajratib qo'yapti. O'rtada bolasi ajratib deyapti. Nima qilay? Bolasini aytganini qiling, ajrashtirmang-e. Bola yetim bo'lib qoladi, to'g'rimi? Yo'q, qiyshiq. Karosh Janomer, mana men bilan ketdim, sog' bo'lasiz. Bo'pti, sog' bo'l sen ham. Mayli, bo'pti, bor sur. Mayli.